Ayollarda masturbatsiya, foyda va zararlari. Bugun shu haqida gaplashib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ring, qiziqarli mavzu bo'ladi. Assalomu alaykum aziz obunachilar, yaxshimisizlar? Sizlar bilan har doimdek sizni vrachingiz Kamina doktor Sabirov. Bugun bir qisqacha mavzu bo'ladi, ya'ni ayollardagi masturbatsiya. Ko'pchilik hayron qolayotgan bo'lishi mumkin erkaklarni. Ayollar masturbatsiya qiladimi? Ha, ayollar ham masturbatsiya qiladi. Statistikaga asosan dunyoda 60-70% ayollar kamida hayotida bir marta bo'lsa ham masturbatsiya qilib ko'rishgan. Siz mana shu statistikaga ishonasizmi? Agar ha bo'lsa, kommentariyaga yozing. Yo'q bo'lsa, nimaga ishonmaysiz? Uni ham yozing. Albatta o'qib chiqaman. Xo'p, o'zi masturbatsiya nima degani? Masturbatsiya bu jins a'zo organlarini qo'zg'atib, o'z-o'zini qondirish, bu masturbatsiya deyiladi. Xo'p, masturbatsiyani faqat erkaklar qiladimi? Yo'q, faqat erkaklar emas, buni ayollar ham qiladi. Endi nimaga o'zi masturbatsiya qilinadi? Nimaga ayollar o'zi masturbatsiyani qilishadi? Bu savolga ham qisqacha javob beramiz. Birinchi navbatda jinsiy xohishini qondirish uchun, keyingisi psixologik porno qaramlikka o'rganib qoladi va mana shu masturbatsiyani qilishni boshlashadi. Даже turmushga chiqmagan qizlar ham mana shu pornoni ko'rib, pornoga qiziqib, masturbatsiya qilib qo'yadi-da, o'z qizligini o'zi olib qo'yadi. Keyin yozishadi. Doktor, men shunaqa qilib qo'ydim, qizlikim olinadimi? Barmog'imni tiqib masturbatsiya qilardim, qizlik olinadimi? Endi nima bo'ldi? Ozgina qon kelgandi. Endi nima qilaman? Bu qizlikni olib qo'yish zaprsto bilan. Shuning uchun porno qaramlik degan va masturbatsiya degan narsa bu yaxshilikka olib kelmaydi. Hali bu haqida yana gaplashamiz. Xo'p, mana shu porno qaramlik. Keyingisi qiziqib buni qilib ko'rishadi. Buni ko'pincha endi bu narsa uyat bo'lsa ham aytaman, o'zingiz bilasizlar, mavzularimiz hammasi uyatli. Eri uzoqqa ketib ishlayotgan, ko'p vaqtdan beri oilasi yonida bo'lmayotgan ayollarda bo'ladi. Ko'pinchalik bo'lib turishi mumkin. Ya'ni o'z-o'zini qiziqib ko'radida, qani nima bo'lar ekan? Hirsi oshadi-ku baribir. Hirsi oshgan paytda o'z-o'zini masturbatsiya qilib ko'radi. Bu qiziqishdan bo'ladigan sababi. Xo'p, albatta bu holatlar keyinchalik yaxshilikka olib keladimi, yomonlikka olib keladimi bilib olasiz videoning oxirigacha, aytmay turaveraylik. Xo'p, endi foyda va zararlar deb aytdik mavzuni. Foydasini bir tushuntiradigan bo'lsam, birinchi navbatda stressni kamaytirishi mumkin. Ya'ni oksitotsin va dopaminni oshiradi, kortizolni kamaytiradi. Bu birinchi sabab, ya'ni foydasi. Keyingisi albatta orgazm olish holati bo'lishi mumkin. Orgazm olib, lazzatlanib, o'zini bo'sh qo'yib, mazza qilib o'tirishi mumkin. Xo'p, keyingisi mana shu kichik chanoq mushaklari trenirovka bo'lishi mumkin. Bu foydalari hisoblanadi masturbatsiyaning. Eng birinchi foydasi albatta shu bilib ham turibsiz o'zingiz, bu orgazm. Jinsiy aloqa qilmay turib o'z-o'zini orgazm qilish. Yana bitta foydasi albatta eriga xiyonat qilmay, mana shu masturbatsiya qilib o'z-o'zini qondiradi. Bu xiyonatdan olib qoladigan narsalardan bittasi. Vaholanki bu to'g'ri. Endi zararlariga keladigan bo'lsak, zararlari albatta foydasiga nisbatan u ham bor. Ko'proq desak ham bo'ladi. Birinchi navbatda siz mana shu masturbatsiyaga o'rganib qolasiz. Masturbatsiyaga o'rganib qolsangiz, o'zi buni masalan haftada 1-2 qiladigan bo'lsangiz, 2-3 ga ko'paytirasiz, 3-4 ga ko'paytirasiz. Kuniga qilishni boshlashingiz mumkin. Bu o'zi minusga ketadi sizga. Foydasiga emas. Keyingisi albatta masturbatsiya qilish uchun ehtirosni oshirish kerak. Ehtirosni qayerda olasiz? Porno ko'rasiz telefonda. Pornoga qaramlik boshlanadi. Pornoga qaramlik boshlansa, o'sha miyangizda psixologik o'zgarishlar boshlanadi. Ya'ni har xil janrlarni ko'rishni boshlaysiz. Ana keyin e'tiborli bo'lib eshiting. Masalan, eri bilan aloqa, qo'shnisi bilan aloqa, ketaveradi, million xil turi bor uni. Sizda xayolingizda keyin masturbatsiyadan keyin xiyonat qilish fikri uyg'onishni boshlashi mumkin. O'zi bu masturbatsiya xiyonat qilishdan oldin olish uchun deb aytib o'tdik foydasida. Lekin mana shuni davomiy ravishda qiladigan bo'lsangiz, bu даже xiyonat qilishgacha olib borishi mumkin. Mana shu porno qaramlik. Masturbatsiya qilish uchun pornoni ko'rasiz, pornoda har xil janrlarni ko'rasiz, buni o'zingiz xohlab boshlaysiz ichkaridan. To'xta deydi, men ham qilib ko'rsam nima qiladi? Erim uzoqda ko'p deydi. Men ham qilib ko'ray deydi. Endi bu hammaga tegishli emas bu narsa. Bu bor narsani aytyapman. Ba'zi birovlarga tegishli bu. Endi o'sha bu xiyonatga o'tib ketishi mumkin. Ko'rdingizmi? Masturbatsiyani bir nimasi asorati eng yomon bir holatga olib keladi. Keyingisi
Albatta bu jarohatlar. Masturbatsiya payti o'zingiz jarohat qilib qo'yishingiz mumkin. Yoki bo'lmasa infeksiya yeb turib olishingiz mumkin o'zingiz bilan. Kir qo'lingiz bilan infeksiya masturbatsiya qilib oldingiz. Qo'lingizda infeksiya bo'lsa, o'zingizga o'tirib olasiz va masturbatsiyada infeksiya sizga yuk qo'yadi. Albatta, masturbatsiyaning foydadan ko'ra zarari juda ko'p. Boya aytganimdek, tabiiy jins aloqa ham yoqmay qoladi. Masalan, siz masturbatsiya qilib yuribsiz, eringiz keldi, eringiz bilan bo'lishni xohlamay qolasiz. Sababi siz o'sha masturbatsiyaga o'rganib qo'ygansiz. Shuning uchun bu narsani to'xtatishni maslahat beraman. Bu nafaqat erkaklarda yomon taraflarga olib kelishi mumkin. Bu ayollarda ham yomon tarafga olib kelishi mumkin. Agar buni ko'p qiladigan bo'lsangiz. Lekin odam organizmi shunaqaki, o'sha bir qildimi, ikkita qilish xohlaydi. 2 qildimi, 3, 4 ketaveradi. O'sha siz o'zingizni, nafsingizni boshqara olmay qolasiz. Nafsni boshqara olmagandan keyin boya aytgan asoratlar ketaveradi hammasi. Kuniga 2-3 ta qilib boshlaysiz, pornoni har xil janrga o'tkazasiz, o'sha ketadi. Даже xiyonatgacha olib kelishi mumkin. Shuning uchun endi как vrach meni maslahatim, vrach sifatida maslahatim, bu masturbatsiyani iloji bo'lsa qilmang. Agar qiladigan bo'lsangiz, haftada birdan o'tkazmang. Asoratini ko'rib turibsiz o'zingiz. Bu sizda shunaqa holat bo'lishi mumkin. Yo'q, menda bo'lmaydi, men qilib ko'raveraman desangiz, hech kim o'ziga garantiya bera olmaydi. Psixologiya juda bir murakkab jarayon bu. Shuning uchun o'zingizga garantiya bera olmaysiz. O'zingizni usha olmay qolishingiz mumkin. Shuning uchun iloji bo'lsa bu narsani qilmang, sabr qiling. Hurmatli erkaklar, agar siz uzoqda bo'ladigan bo'lsangiz, maslahatim tez-tez oilangiz yoniga kelib turishni maslahat beraman. To'g'ri, siz ishlashga ketdingiz, pul topishga, oilani boqishga ketdingiz, lekin shu oilangiz buzilib ketishi mumkin siz uzoqda yurgan paytingiz. Shuning uchun iloji bo'lsa 2 oydan, 3 oydan kelib turishni yo'lini qiling. Bu sizga meni maslahatim. Meni yomon ko'rayotgandirsiz. Meni ayolim unaqa. To'g'ri, sizning ayolingiz unaqa emasdir, lekin men ba'zi birovlar deyapman. Hech kim garantiya bermaydi shunaqa bo'lib qolmasligiga. Men juda ko'p yozishadi menga shunaqa nimalar bo'yicha-da obunachilarim. Juda ko'p. Har xil savollar bilan. Hozir men birma-bir o'qib beradigan bo'lsam, hayron qolasizlar. Shuning uchun iloji boricha oilangiz yonida bo'lishni maslahat beraman. Menimcha bugungi videoroligimiz, qisqa videoroligimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Bizlarni kuzatishda davom etinglar va kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin.